Usto ukalarga bir maqtangim kelyapti-yu, Allohning fazli bilan buni yechimini topdik-ku. Ko'pincha holatlarda kerak bo'lsa, bo'sh servis sentr ham mana shu bak pachinnis ketadigan bo'lsa, buni tashab yuborishadi. Ko'pincha holatda har doim emas. Nimaga? Buni mana bu eng qiyin tarafi mana shu temir arrada bir kun vaqtingizni oladi. O'shaning uchun bu qimmat buni remonti. Shunaqa o'tiriladi mana shu butun boshli bak giraylanib. Qozondan ham kattaroq. Shunaqa o'tiriladi, shunaqa kesish kerak, boshqa variant yo'q. Endi eng qiyin joyi mana buni ko'rasizlar, mana bu 1, mana bu 2, 3, 4 ta dona noshka mana shu motorga. Motor mana shunaqasiga shiq qilib kiyiladi. Bu yoqda remen bilan ulanib ishlaydi shu jarayon ketadi. Endi qaranglar, mana bu joyi mana shunaqa aralab, shunaqa kelinadi deb bo'ldi mana. Mana qotasiz. Oxiri mana shu qotasiz. Bu yoqdan ham mana bunaqasiga aralab kelasiz deb. Orasini esa. Mana shunaqa kelib mana shunaqa tirnab mana shunaqa ozgincha ko'p emas, shu bakka tepib qoladi. Mana shunaqa qotasiz. Bo'ldi. Endi men buni zo'r yechimini topdim. Men bu tarafini olib tashlaganim asosiy sababi buni mamnaqasiga ham olib kirib aralasangiz ham oxiri babi qotasiz, bunaqasiga kelsangiz ham qotasiz. Buni lutchi ustidan mana shu noshkani olib tashlab, mana shunaqasiga ustidan qilish kerak bo'ladi. Nega? Shunda mana bu yerda ten bor. Tenni mana shunaqasiga tegidan olib kelib aralaydigan bo'lsa, teskari qilib mana bunaqasiga aralanadigan bo'lsa, mana bu ten tirnaladi. Tenni o'sha ichidagi valfram ochilib qoladi. Bu уже zamikaniya. Zamikaniya emas u, mana ishlayotgan vaqtida ayollarning qo'li korpusga anaqa tepib ketsa, agar bu ten anaqasi ochilib ketgan bo'lsa, ustki qismi chirsit to'kirishi mumkin. Ana shuning uchun buni ustidan qilinadi. Bu yerda boshqa variant yo'q edi. No shuni ham Allohning fazli bilan yechimini topdim inshaalloh. Mana shunaqa qilib yo'lini topdim. Agar mana shu videoyim bir 50 ming yo 100 mingda, mayli 100 mingdan oshadigan bo'lsa, men usto ukalarga faqat yo'lini aytaman, ko'rsataman. Kommentariyada yozishingiz mumkin. Bola, mana 4-noshga tashigan bo'lsa, motor qanaqa turadi, vibratsiya beradi bu? Yo'q, bo'lmagan gap. Kelar, buni o'zi ko'p ustalar, yaxshi professional ustalar biladi. 1, 2, 3, 3 ta noshkada ham ishlatsa bo'ladi. Buni o'zining fishkasi bor. Ustalar juda ham yaxshi bilishadi. Anaqa mashinani o'sha rezinkasi bor. Qaysi qismligini aytolmayman. Mana o'sha rezinkasini kiydirib qo'yib ishlatsa bo'ladi. Vibratsiyasini ham kamaytiradi. O'zi vibratsiyasini kamaytirishga mayli, o'zi unaqacha katta og'ir narsa emas, 2-2,5 kilo atrofida bo'ladi. Mana shu narsa bu zararga ishlamaydi, bu narsani olib tashlaganimiz.